Payariq tumani Ilg'or mahallasida yashovchi 34 yoshli kelin o'z eri tomonidan bir necha marta pichoqlanib o'ldirilganlik haqida xabar kelib tushdi. Biz holatni o'rganish uchun kuyovning xonadoniga yetib keldik. Ma'lum bo'lishicha, holat 8-iyun kuni sodir bo'lgan. O'sha kungi mudhish voqeani marhumaning onasi shunday eslaydi. Hech kimni boshiga solmasin. Do'singki do'sing dushmaningdir. Bunday nafrat, bunday g'azab hech kimda bo'lmasin. Umrbod yozib berishlaringni so'rayman. Hech kim bolasi yetim bo'lmasin. Hozir shu kecha kunduzlarda shu qizimni shunchalar yuragimda sog'inib o'tiribman. Quruq o'liga ega bo'ldim. Ayolning egizagi shu kuni o'zida sezilgan holatlarni aytib berdi. Yuraklarim qisib, nafaslarim qaytib, boshqacha bo'lib ketaverdim. Shunday yuragim qisib, har kuni abitda dam olmasdim, yong'oq chekardim. Onajon yotayoq yuragim qisyapti. Bugun qilmayaq shuni. Shunday nafas olishim qiyinlashib ketaverdi. Faqat shu bilan Zuhra bilan gaplashkim keladi. Ana bir telefon qilib ko'ramizmi deb. Ishtamas ekan bugun dam olayapti deydi ona. Jon holatda singlim hammaga jon talash bo'lib, yashagisi kelgan jigarim, bolalari bor. Pardalarga osilib qaynonasidan ham, qaynotasidan ham yordam so'ragan, eshigi bitta bo'lsa ham chiqmagan. Vahshi ham, begona bo'lsa ham, nima bo'lyapti, hamsiyanlikda bo'lsa ham o'tasan-ku. Chiqmagan qaynonasi ham, qaynotasi ham. Devorlari qon, eshiklari qon, o'zimiz kelib tozalab oldik, yerdan chiqaramiz deb qonlarni o'zimiz yuvib oldik. Gilamlarigacha yuvdik o'zimiz kelib qonlarni. Kichkina o'g'li toza meni aya deydi. Kelganimda mana bu yerda singlim pichoqlangan holda yotdi. Ha, mana bu yerda boshi mana bu yerda edi. Qoniga bu oyog'i botgandi, oyog'i bu yerda edi. Keldim, qorinlarini yorib taylagandi, kuylagini qayirib bosdim, o'g'limga bosib turib mashinamni kelib deb ketdim. Darvozadan kirib kelishimda Xudoga xolam chiqib ketayotgan yo'lga qarab. Birinchi yordam ko'rsatmagan. Siz kelganingizda singlingiz tirikmidi? Tirik edi. Toki shifoxonaga olib borguningizgacha tirik. Olib borib tushirgan, naslkaga ortganimda ham aka deb tushdi. Kirgizganimda birinchi yordamga qaramay jon berdi. Ichkarida pichoqlangan bo'lsa, shu yergacha chiqqan. Chiqqan. Men kelganimda bu yerda yotgandi. Biz o'sha kuni qo'shni xonada bo'lgan marhumaning qaynonasi bilan ham suhbatlashdik. Kevaram aytdi, tez turing dedi. Dadam, ayam dedi, dadamda dedi, o'ltirib qo'ydi dedi. Nega o'ltiradi ekan deb chop chiqsam, keyin bo'lsam chop chiqsam, bu alari mana yerda ikkovi nima qilib yotgan ekan. Bu ikkovi aliga tog'asiniga qarab ketdi. Keyin tog'asiniga qarab ketdi. Men keyin bu yoshqasini nima bo'lganini bilmayman. Mazkur holat bo'yicha Samarqand viloyat prokuraturasi menlarga Payariq tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilayotganligini ma'lum qildi.